qilma. Chunki sen menga eng chong ziyon solding. Qochqudek boshqa yo'l qolmadi. O yo'ldan o'tish asla mumkin emas. G'ayrat qil, Terit. Sen qila olaysan. O qizni menga ber. Shundala seni qo'yibman. Siz qanday qilmoqchi? Endi siz qalpingizni kiyiverishingiz kerak. Qalpoq. Şoförni qarg'ayın ola. O'lgir, o nima qilyapti? Bu butunlay ta'til yo'nalish. Buni bilaman. Buyruqimni alala. Endi qiziqarliq bo'ldi. 3 2 bardoshlik ber. 1 Yetma. Qarg'anima o'zgartgan mashina sutga yomon emas ekan. Yo'l bo'yidagi tog'dan yiqilib tushdingmi? Ramji qani? Bu qiz uyg'ondi. Har qancha qarsam o hakkerdek ko'rinmaydi. Shunaqmi? Sinoch qanday bo'lsa bo'ladi? Har qancha bo'lsa-mu, undaq bo'lmaydi. Meningcha hakkerlarning yuzida agir ko'zoynaklar bo'ladi. Ondan gazliq suv ichgandan keyin yuz ko'zlari mudir cho'qir bo'ladi. Seningcha mening deganlarim to'g'rimi? Uning bu xil chiroyi bilan kompyuter oldida o'tirishni umid kutma. Qanday his qilyapsiz? Beshingiz tegib ketdimi? Ko'nglingiz ilishyapti? Qo'lingiz g'o'ldayapti? Yo'q. Mening oyiqim qayni. Mashina o'rilib ketgan chaqda tushib qopti. Navoda bayatinqa alomatlar bo'lsa, dal vaqtida mang'adang. Bo'lamdi. Meni qutqizganingiz uchun rahmat deymi yoki mashinani o'rib etganingiz uchun adabingizni beraymi? Siz rahmat aytish yoki adabimni berishning gapini qildingiz. Ammo uskunning nadiligini deb bermasangiz bo'lmaydi. Men Abu Zabirga bir do'stimga xat etgan. Tezli da'vatdingiz-ku. Navoda ular burilib berib o'ltirishni kutib tursiz-ku. Men ularga ishonmayman. Biroq sizlarga ishonaman. Siz